chiqyapti. Necha qon yana terapiyasi bor. Qayt qilyapsizmi o'shanda qon chiqib aralash. Ha, Ichingizdan tushyapti, qayt qilib ichingizdan tushyapti, to'g'rimi? Qayt qilib. Cho'pay bering. Nimalar qon ham bormi? Yiring qon. yiring necha qonlar nima? Anaqa dumaloq qora narsalar yo'qmi? Yo'q, mana qo'ymoqda. Hadi. Qon yiring aralasha, to'g'rimi? Voy, yo'q, qattiq. İçinden shuncha narsa chiqdimi? Shuncha narsa chiqdimi ichingizdan? Voy vo, to'lib ketibdi-yu o'zi ham ziyonlar. Voy vo. Suyak-piyaklar yo'qmi? Qattiq narsalar? Ko'rinmayapti o'sqat ichida. Ko'rinmayaptimi? Suyak ham bormi? Bor ekan. Bor ekan. Qattiq narsa bor ekan. Ha, ana suyak. Qo'lingizni mijg'lab ko'ring, mijg'lab. Oling. Shuncha. Qattiq ekan. Ha? 10 ming oling. Ol, mayli. 1-iyul-ku bugun. Bolalar kuniga 10 ming olay. Hadi. Shuncha narsa chiqdimi ichingizdan? Ha. Mana xiyonat qiling. Mana ichidagi chiqqan ziyon, axlat, boshqa o'sha hojat, hammom, yechinganda, kiyinganda ziyon zahmatlarda bular. Bu ziyon zahmat shunday narsaki, men aytganimdek o'sha atrofimizda, tepamizda har xil qora ziyon to'lqinlari borda. Axlatga, hojatxonaga, o'sha kiyinganda, axlat to'kinganda, ishda, ishxonalarda hamma joyda yurganda bo'ladi. U odamda ziyonlar bor. O'sha ziyonlar qusib qayt qilib chiqadi. U ziyonlar shunaqa. Qayt qiladi, qusadi. Chunki sababi insonga tegadigan ziyonlar borda. O'sha ziyonlar insoniyatga zarar qiladigan, mana misol musorga tashiydi, musorga chiqadi, musor tashiydi, hojatxonaga kiradi, cho'miladi, kiyim odam yechinadi. Yechinganda odam shu duosini etmaydi. Shu ziyonlar bo'ladi. Dalada yuradi, ishxonada yuradi, boshqa